Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Savdo.uz kanalining ashaddiy obunachilari. Hurmatli obunachilar, sizlarga bugun zo'r yangiligimiz bor. Yoz mavsumi kirib keldi hurmatli obunachilar. Xo'p, premium modeldan to arzon modellargacha ko'rsatamiz hurmatli obunachilar. $250 dan, yana kami bor. $250 to premium modellarni xudo xolasa hammasidan bor hurmatli obunachilar. Hop, Savdo.uz kanalini kuzatib boringlar. Narxlarni xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Dastavkalar vodiy bo'ylab bepul. Manzil esa Navoiyga Xolmatjon Koop oshxonasini topasizlar. Chorrahada joylashgan. Xolmatjon Koop oshxonasining yonginasida joylashgan Skill Max Moto Salon do'koni. Skuter, Muravi, Motoroller hurmatli obunachilar, xullas hammasidan bor. Birma-bir tanishtirib o'tamiz. Bekitib nomerlarni shuni ekran tagiga qo'yib qo'yaman. Batafsil nomer orqali bog'lanib, zakazni beraverasizlar. Vodiy bo'ylab bepul hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Biz esa videomizni boshladik. Hop, Ulug'bek, bo'lmasam biz videomizni boshladik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Videomizni boshlayveramiz. Yangiliklarimizni ham bitta ko'rsatib. Mayli bo'lmasa arzondan boshlaylik bo'lmasa. Bo'ldi. Skuterlarimizni ko'rsataylik. Ko'pchilik so'rashyapti. Arzonroq, ixchamroq, chiroyliroqdan deyishyapti. Yangicha modellar bular ham. Old orqaga yuradigan modellarimiz mana shular bo'ladi. Narxlarini $250 dan qilib beryapmiz aka bular. Kami bor dedim lekin. Kami bor, kamaytirib beramiz. Skuterlarimizni kamaytirib, eng og'ir narxlarda qilib beramiz. Bularda endi dastavkalari o'zlaridan bo'ladi, chunki o'zi kichkina skuter, kelib ko'rib olsa ham bo'lishaveradi. Hop. Hop, akkumulyatori 4 ta 20 amperlik, motorlari 250 vatlik. Bunga prava nomer shart emas. O'shani e'tiborga olinsin, prava nomer kerak emas. Demak, o'tiradi, minadi, yuraveradi. Ha. Gayga tushib qolmaydi. Hisobida bo'ladi-da. Demak, gayga tushmaydi. Yo'q, gayga tushmaydi. Bular motori 250 vatdan yuqori bosdi, chunki narxini $250 dan kamaytirib beramiz. Aloqaga chiqsa yana kelishib beramiz. Demak, $250 kami bor, tezligi 35-40 tezlik, zaryadi 40-50 km yetaveradi. 5-6 soatda to'laveradi batareykasi. 7-8 soat deylik, 5-6 soatda to'lmaydi. Akkumulyator nechta bo'ladi? 4 ta 20 amperlik. 4 ta 20 amperlik. Keyinchalik 4 ta batareyka qo'yib almashtirib yuraveradi. Almashtirib yuraveradi. O'rtacha 1,5 yildan 2 yilgacha bemalol yetadi akkumulyator bulardagi. Xo'p, $250 hurmatli obunachilar, kami bor. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Akkumulyatorlari ham 2026-yilgi yangi akkumulyator hammasi. Tushunarli. 3 oygacha garantiya beriladi akkumulyatorlariga. Muammo bo'lsa, bizda yangi almashtirib beriladi. Hammasi 3 oyning ichida almashtirib beriladi. Mana bu boshqa. Ularda muammosi yo'q. Shu modelimizni kattarog'i, mana shu. Buni balon razmeri 14 edi, buniki 16 razmerda. Xo'p, bu 14 bo'lsa, bu 16 razmer. Bu 16. Drongo. Bu undan farqi 5 ta akkumulyator bo'ladi. Oldi tormozlari jitkisda ishlaydi. Mana bunaqa diskiviy tormozda bo'ladi. 5 ta akkumulyator bo'ladi. Motor hajmi ham kattaroq bo'ladi. 500 vatlik bo'ladi motor hajmi. Ya'ni tezroq ham yuradi degan. 50 tezlikgacha yuradi, 45-50 tezlikka chiqadi. Zaryadi ham 50-60 km yetadi buniki aka. Yaxshi. Mijozlarimiz ko'proq yuraman deyishganlariga bular juda ham zo'r. Narxini $330 dan qilib beryapmiz. $330. Kami netiga bormi, yo'qmi? Kami bor, albatta bor. Demak, kami bor. Arzonroq. Biz obunachilarga Savdo.uzdan keldim desa, yana ham arzon qilib bering. Obunachilarga yana ham o'tib beramiz aka. Arzonroq qilib, chiroyli qilib skidkalargacha qilib beramiz aka. Keyingilari sal kattaroq bo'lsin, hop, sal ko'proq bo'lsin, yana ham yangicharoq model bo'lsin. 2026 da chiqqan modellar deysiz, mana shular tavsiya beramiz aka. 26-yilgi model, faralar yangicha, dizayn yangicha. Shu har oldiga olib chiqsa bo'ladimi, yon tarafga o'taymi? Ha, oldilariga olib chiqib ko'rsatib beramiz. Ha, ana. Bular sezoni keldi, o'shanga batafsil tanishtirsak yaxshi bo'lardi. Hop. Buni oddiy skuterdan bitta sidinkali skuterlarimiz bor. Ularda sidinkasi ancha kattaroq. Katta ekan. Ketaveradi bemalol. Mana bu joyi ham katta ekan. Oldi joylari ham juda ham katta. Bemalol oyoq kichkinalik qilib qolmaydi-da. Tabloli elektronli bo'ladi. O'sha skorlari bor, orqaga, oldiga yuradi, parkovka, avtomat korobkadaqa. Bitta o'zini kruz kontrollari ham bor. Misol deylik, hop buni sizga qo'ydik, ketyapmiz. Bitta bosib qo'yilsa, kruz kontrol, gazni qo'yib yuborsangiz bo'ldi, 23 ta ketaveradi. Demak, o'sha bitta standart tezlikda ketaveradi. Yoki boriga qo'yib qo'yilsa, bor tezlikda ketaveradi. 45 bo'lsa, 45 ta ketaveradi. Mana shu kruz kontrollargacha bor. Tormozi jitkisli bo'ladi. Oldi tormoz jitkis, orqalari trosda ishlaydi. Tushunarli. Demak, akkumulyator, miya motor, amper, tezlik, masofa. Miya motorlari 500 vatlik, akkumulyatori 5 talik bo'ladi. Bemalol 50-60 km yetadi. Hop. Tezligi shunaqa 40-45 tezlikgacha yuradi aka. Yaxshi. Narxini buni $390 dan qilib beryapmiz. Kami bor dedim. Kami bor, aloqaga chiqsa yana ham kelishtirib. $390 kami bor. Demak, skuterimizni ozgina sidinalari kattaroq, 50roq ekan bu. 26-yilgi model bular ham. 2026 yangi fason, yangi model. Yangi fason, yangi. Tushunarli. Xo'p, endi qaysini ko'rsatamiz?
O'taveramiz. Ko'rsataylik. O'sha Aha. boshida ko'rsatdik. Ko'rsatadiganimiz bittasini olib chiqing. Bunisi modelimiz bor. Hop. Buni ham oldiga olib chiqib ko'rsatib bering. Hop, ikkita farali ekan bu. Bu ham yangicha model. Yangicha model. Bu uzun ekan bu ham. Zo'r skuter bu ham. Tormozlari jitkichda ishlaydi. Arqa tormozlari jitkichli bo'ladi. 5 ta akkumulyatorli bu ham. Oldi trosda bo'ladi. Oldi trosda. Ikki kishi bemalol ketaveradi. Bitta o'zi haydovchi o'sha o'tirib ketadigan, arqada bitta yosh bola yoki katta odam ham bemalol o'tirsa bo'laveradi. Sidinkasi katta sig'adi. Hop. Bu ham zo'r skuter. Akkumulyatori 5 ta 20 lik, tezligi 50 gacha chiqadi. Motori 500 vattli bo'ladi. Aha. Zaryadi bemalol 50-60 kilometrga ketaveradi. Tezligi ham zo'r. Bu ham baquvvat skuter. Keyin bular Xitoy zaborkalik, ya'ni korobkada yig'ilgan kelgan. O'sha sifatli skuterlardan bular ham. Chokida ekan. Ha, narxini $350 qilib beryapmiz aka. Qulaylik funksiyalar metdan hamma narsa bor, ha? Hamma, signalizatsiya, pultlari, hamma narsalari bor. Bular juda ham zo'r skuter. Yon tarafda защитный dugalari ham bor ekan. Ha, защитный dugalari ham bor. Narxini yana bir bor aytaylik. Hop. Buni aka narxini $350 qilib beramiz. $350. $350 qilib beramiz aka. Ya'ni zo'r skuter. Kami bor deng. Kami bor, kamaytirib beramiz. Kami bor. Aloqaga chiqsa. Demak, $350 kami bor, o'ziga murojaat qilaverishadi. Nomer qilib olsangiz aka beraverasizlar. Xo'p, endi menimcha bular o'sha premium modellar, ha? Bular premium model deymiz aka. Malibulardan premieri bor, xuddi o'shanda bular ham premier modellari. Kattaroq, ko'proq yuradi, tezroq yuradi. Ancha funksiyalarida ham farqi bor. Razmer bo'yicha ham ancha keng. Misol 2 kishi bemalol ketaveradi ham. O'tirib ko'rsataman. Misol bitta odam bemalol ketsa deydi, orqada yana xuddi shuncha joy qolyapti. Bemalol ketaveradi. Yoki bitta odam o'zi ham kenggina o'tirib bemalol minsa bo'laveradi. Diskalari ham chiroyli ekan. Hamma funksiyasi bor, ha. O'sha ko'rsatganimizdagi kruz kontrollari bor. Oldi orqaga yuradi, 3 ta skorli bo'ladi. Redline diskada, balonlar 12 razmerli, unaqa qizil redline diskada bo'ladi. Xo'p, buni diskasi ham bor ekan, jitkisli. Oldi tormozi ham, arqa tormozi ham jitkisli bo'ladi. Orqasidan jitkis tormoz ishlaydi. Arqa bachoylari o'sha katta bachoydan ichiga ancha-muncha narsa sig'adi. Sidinkalarning tagida ham joyi bor. Bu modelimizni akkumulyatori 6 ta akkumulyatorlik. Hop. 20 amperlikdan 6 ta bo'ladi. Motorlari 500 vattli, tezligi o'sha 40-50 tezlikgacha chiqadi. Zaryadi bemalol 60-70 kilometrga yetib beraveradi. Ko'proq ham yuradi, tezroq ham yuradi. 60-70 kilometrgacha yetadi deyapsiz. 60-70 kilometrgacha bemalol yetadi. Tezligi 50 gacha yuradi. Tezligigacha chiqib beraveradi. Bunda ham standart tezligi bor-a bunda ham? Ha, standart tezligi bor bunga ham. Xohlasangiz 25 tezlik qo'yib qo'yishadi yoki masalan kesib turgan xohlang 35 mi farqi yo'q. Bittada qo'yib qo'yishadi. Batareyka ekonomda shu. Batareyka ekonom bo'ladi. Uzoq yo'lga yurganda zo'r bu ham. Qancha qilib berdik? Shu modelimiz yangi chiqdi. Bular $450 qilib beryapmiz aka. $450 kami bor dedim. Kami o'tib beramiz, aka. Kelishib arzonroq qilib beramiz. Bu ham yangi chiqdi. Juda ham ko'p sotildi. O'zi sanoqli qoldi. Ulgurib qolsa zo'r skuter. Klientimizga misol deylik, kichkina skuterlardan $450 narx aytdik. Bemalol $430-420 gacha mana shu skuterni qilib beraman. Qilib berasizlar, ha? Oldin aytib qo'y, masalan $450 narx aytdim, mana $420 ga, oxirgi narxini aytib qo'y, aloqaga chiqsin 420 ga olaversinlar mana. Taqilganimi? Taqilgani ana. Dastavkasi. So'raganlarga aytib qo'yapman-da. Dastavkasini ayting. Dastavkasi o'zlaridan bo'ladi. O'zlari kelib ko'rsa, olib ketsa bo'ladi yoki bizda mashinalar ham bor. Yo'l-kirosini bersa, uylargacha olib borib ham berilaveradi. Tushunarli. Bu ham endi kelishilgan holatda. Bo'ldi. Demak $450 kam bir, qolgan kelishiladi. Kelishilaveradi, ha. Tushunarli. Shu modelimizni boshqacharoq mana. Bu oldi faralarda farqi bor, funksiyalar bir xil. O'sha skorlari oldi orqaga yuradi. Faqat farqi nimada? Faralari buniki o'zgargan, pastga o'tgan, korzinkalari boshqacharoq, oldi oynalari qo'shilgan. Narxi bir xil. Bu ham xuddi shunaqa 6 ta akkumulyator 50-60 kilometr, 70 kilometrgacha bemalol yurib beraveradi. Oldi fasoni boshqacha. Oldi modelida farqi bor, ha. Boshqacharoq model so'rashlar bahogalar, shunaqa klientlarga. Narxi tavsiya beramiz. Narxi bu ham $450 dan kami bor. Kami bor dedim. Kami bor. Shu modelimizni 5 ta akkumulyatorlisi mana. Bular 6 talik ko'rsatadi. Bular 6 talik, bu 5 talik. Bular 390 dan qilib beryapmiz. 390. $390 kelishtirib arzon. Tezligi masofa o'sha bir xil ketaveradimi? Tezligi bularga bir xil 50 tezlik yuraveradi. Motor bir xilda chunki akkumulyatorni bitta kamligi uchun kilometr kamroq yuradi. Bu 50 kilometr 60 gacha. Bular 70 gacha yuradi. Shu 10 kilometr 15 kilometr ko'proq yuradi aka. Demak $390 kami bor dedim. Kami bor. Men o'tib beramiz. Davom etamiz. Yangi modellarni hozir ko'rsatganimiz rangidan. Ranglardan, ranglar hammasi bor. Bor. Ko'k, qora, qizil ranglarda, qora qizil aralash ranglar chiqadi. Bular ham shu modelimiz. Men o'sha ko'rsatganimizdan hamma rangida bor, bemalol kelib tanlab olishaveradi. Keyingi modelimiz kattaroq. Hop. Diskalari 12 razmerli, jitkisli tormozda bo'ladi.
Bu ham yangicha model. Dimash. Retro model. Retroga o'xshab eski yavalarga o'xshab chiqqan faralari, fasollari shunaqa. Sidinkasi ham 2 kishilik bo'ladi. Bu modelimiz 6 ta akkumulyator, motori 1,5 ming vattli motor bo'ladi. Katta motordan tezroq yuradi. Ya'ni 60-65 tezlikka chiqadi bu. Oyoq qo'yadigan joylari ham bor ekan. Dugalargacha bor yo'llarda. Nikelligi. Zo'r chiqqan. Jitkis tormozlik. Jitkis tormoz, old arqa jitkisda ishlaydi. Bunda ham xuddi shunaqa old arqaga yuradi, kruz kontrollari bor, arqa bajoylari bor. Komplektida o'sha kaska, zaryadnik, hamma narsalari bor, jiletlarigacha chiqadi. Bularimizni narxini $650 qilib beryapmiz. Kami bor, kelsa kamaytirib, arzonroq beramiz. $650 kami bor. Kami bor. Hurmatli obunachilar, qimmat ekan demanglar. Kelinglar, savdolashinglar, bekitib o'zib beradi. Telefon qilib aloqa etsa, telefondan kelishib, o'tib bergan joyi bo'lsa, o'tib beriladi. Kelishlari shart emas. Ko'pchilik kelishyapti ham, kelishaversinlar. Mana ko'rib olgan boshqa narsa, minib ko'rib, lekin kelishmasa ko'ngilda to'q qilaversinlar. Ko'rgan narsalarni chiqarib beramiz. Ko'rgan narsani videosini so'rashsa, rasmlarni tashlab bering. Rasm videoni so'rasa, tashlab beraveradi. Telegramdan yoki WhatsAppdan yozsa bo'ladi. 3 ta nomer qoldiramiz. Buni aytib qo'ying. Mabodo biz ham savdoda turamiz, ko'tarolmay qolishimiz mumkin. O'zimizda o'zi telefonda turadigan bolalarimiz bor. Ko'tarolmay qolsa, keyingi nomerga telefon qilishaveradi. Oldin aytib qo'yapman. Bo'ldi, tushunarli. Ko'pchilik tusholmay qoldim ham deyshadi o'rtada. Bitta ikkita bo'lib qoladi har zamonda, chunki savdo bilan olib borib qolamiz. O'shaning uchun aytib qo'yapman. 1-2 marta telefon qilishsa, muammosi yo'q. Aloqaga chiqib, chiroyli qilib yetkazib beramiz aka. Tushunarli. Keyingi modellarimiz bu ixchamroq model, kichkinaroq. Ko'pchilik o'g'ilchalarga olib berishadi. O'shanaqa zo'r skuter, yosh bolalarga mingani ixcham, qulay skuter. Bu ham zo'r. Original Xitoy zborkali, 5 ta akkumulyator, old arqalar jitkis tormozda ishlaydi. Bularimizni narxini $380 dan qilib beryapmiz aka. $380 hali ikkita faralidan, o'shandan ekan. Oldilari sakadiskali. Sakadiska jitkis tormozli ekan, to'g'rimi? Jitkis tormozlagan. Sidena bor, passajir ham olaveradi orqasiga. Orqasiga olaveradi. Endi elektronik velosipedimiz keldi. O'shalarni bitta ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, elektr skuterlarimiz xudo xolasa juda ham ko'p. Manzil aytildi. Manzil orqali kelaverasizlar yoki o'zlariga murojaat qilsalaring dastavkasini qilib berishadi. Elektrovelo deymiz. Hop, Spesiallik modeli ko'pchilik so'rashyapti. Hozir sakadiskali emas, aynan spesialistni so'rash. Mana spesialist bor. Baloni qalindan, hali velosiped balon emas, velosipeddan qariroq bo'ladi. Qanotlari temirlisi, katta razmer, 26 razmeri bu. 24 emas, 26. Akkumulyatori sidinkani tagida bo'ladi. O'sha prava nomer so'ramaydigan model bu ham. Mana shu akkumulyatormi mana u? Ha, o'sha akkumulyator bo'ladi. Ichida 4 ta 20 amperli akkumulyator qo'yilgan. Bu skuterimiz 40-50 tezlikkacha chiqaveradi, 40-45 o'rtacha. Hop. Bitta zaryadi 4 ta akkumulyator bilan bemalol 40-50 kilometrgacha yetib beradi aka. Ham zo'r skuter. Ham velosiped qilib minib yursa ham bo'laveradi. Spesialli bo'lganicha yengilroq. Keyinchalik mana akkumulyatorda silikon almashtirsa bo'lar ekan. Ha, shunday yechib, o'rniga yangi qo'ysa ham bo'laveradi. Ichini bitta-bitta almashtirsa ham bo'laveradi, xohlagan. Xo'p, nima bor? Tablo, monitorlari bor. Tablo, ha, Bluetooth kolonkalari, tablolari bor. Zaryadniki, mana bakovoy, kaska, jiletlari, hamma narsalari bor ichidagi. Tushunarli. Endi hamma gap pulida, pulini ayting. Puli 350 dan qilib beramiz aka. $350. Ichida kami ham bor, kametrib ham beramiz. Kami bor. Aloqaga chiqarsinlar. Keyin sakadiskali modeli ham bor. Qaysi biri? Bular sakadiskali bo'ladi. Bular ham velosiped modeliga o'xshagan, yangicha chiqdi bu ham. Jitkis tormozda. Hop, sidinkasi bittaligi bor. Bitta sidinka uzun bo'ladi, 2 kishi o'tirib ketsa bo'ladi. Bu modelimiz. Keyin shuni ikkita sidinkalisi ham bor. Xohlasalar undan, xohlasalar bundan olishaveradi. Narxi bir xil. Bu modellarimiz $380 dan qilib beryapmiz. Buni ham kami bor. Ha, sakadiskali jitkis tormozli farqi shunda bo'ladi. Keyin akkumulyatorda ham farqi bor. Bunda 5 ta akkumulyator. Aha, spesialidachi. Spesialda 4 ta akkumulyator bo'ladi. Chunki u sidinkani tagiga joylashgan, kichkinaroq joy. Bitta silikon. Oyoq tagiga joylashgan. Oyoq tagiga. O'shaning uchun bunda ko'proq sig'adi. Ko'proq yuraman deganmiz. Demak $380 deysizmi? 380 dan. Kami bordi. Kami bor, kametrib beramiz. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, bekitib o'ziga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotni olaverasizlar. Skuterlarimiz ko'p, yana so'rasa, boshqacha modellarimiz ham bor. Hop. Ulardan ham ko'rsatib, aka yangicha kelganlar desa, yangicha kelsa, ulardan ham rasmlarga olib, videolar olib tashlab beramiz. Tushunarli. Chiqishaveradi. Bo'ldi, davom etamiz. Dugalik. Duga, skuter dedi. Sababi chunki dugasi bor. Pashti bir 80-90% skuterlarda hammasida dugasi bo'ladi. O'shaning dugali model deymiz. Endi bularda vidi, fasoni sportivniga o'xshab ketar ekan. Sportivniga o'xshab ketadi. 26-yilgi model mana. Mana shular. 26-yilgi modellar mashinalar. Endi men yondan olaman-da, bek tanishtiraverasiz. Juda ham ko'p sotilyapti mashina. Oldingi mana 25-yilgi modellari, ular ham yili yangi, faqat modeli o'sha o'tgan yildan beri keladi. Hop, bunimiz 52 model. O'tgan videoda ham 52 model deymiz. Ha. Juda ham zo'r skuter. Akkumulyatori 32 lik bo'ladi. 6 ta. Motori 2000 vattli bo'ladi.
Tezligi 70 ga chiqadi. O'sha zaryadi bemalol 90-100 kilometrgacha yetib beraveradi aka. 90-100 kilometrgacha 90-100 kilometrgacha yurib beradi. Yurib beradi. Sinovdan o'tgan zo'r skuter. Ham original Xitoy zibor kaliy bular ham. Beg'ijolar. O'zi Hop, mingan jiddiy odamlar tormoz. bilishadi buni. Oldilari jidkis tormoz, sakadiskali ahvol. Orqasi ham. Orqalari ham jidkis tormoz. Tushunarli. E'tibor berishadi buni. Arqa baloni ham 12 razmerda. Ko'pini arqa diskasi kichkinada. Hop. Bunaqa sakadiskani endi nikel joylari ham bor. Mana shunga e'tibor berishadi. Buni oddiylari ham chiqqanda ko'pchilik adashtirib qo'yishyapti. Xo'p, sidinasi uzun, passajir olaveradi, yukini ham olaveradi. Yukini ham olaveradi Xo'p, aka. monitorlar bor, bakva oynalar bor. Cho'ntak qo'yadigan, telefon qo'yadigan, xullas hamma cho'ntakchalari bor. Tezligi necha edi buni? Ko'rsataylik. Ko'rsatib qo'ying. 78. Endi ustiga o'tirsa bemalol 70 yurib beradi aka. 65-70 yurib beradi. 65-70 deymiz a. Tushunarli. Juda ham tez. Zo'r. Bek, endi hamma gap narxida. Aka bular 680 dan qilib beramiz. 680. 680 dan. 680 dollardan ana. Telefon qilishsa kami ham bor. Yana kelishiladigan joyi bor. Kelishtirib arzonroq qilib beramiz. Kami ham bor aka. Tushunarli. Demak, 90-100 kilometrgacha yuraveradi. Demak, dastavkaga ham bemalol xizmat qilaveradi. O'zini oqlaydi. Ishlashyapti. Juda ham zo'r skuter. 680 kami bor. 680 kami bor. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Endi shu modelimizda 26 modeli chiqdi. Faralar o'zgarib, Aha. oldi faralar, tumankalar qo'shildi. Qolgan joyi bir xil xarakteristikasi. Akkumulyator bunda ham 632 lik. Motorlari o'sha 2000 vatli motor, tezligi 70 gacha chiqadi. Kilometr bu ham o'sha 80, 90, 100 kilometrgacha yurib beraveradi. Hasan o'zgarib. Yangicha model, chiroyliroq bo'lib, dugalari qo'shilgani uchun ham yangicha modelida farqi bor. Narxida zicha farqi bor. Bularni 730 dollardan qilib beryapmiz. 730 dollar kami bor, tumankalari ham bor, dugalari ham chiqqan. Saka diskalari jidkis tormozli, to'g'rimi? Tormoz, oldi orqalari ham jidkis. Oldi ham, orqasi ham, ha? Bunaqa jemchujni yashil rangi, seriya mokriy asfaltga o'xshagan ranglari bor, oq rangi bor. Bulardan ham yig'ilganlarini bilan ko'rsatamiz. Aloqaga chiqsa qora ranglari ham bor. Kelishtirib, kami bor, arzonroq qilib beramiz bu modellarni. Xo'p, nechta rangi bor? Aytib qo'yaylik masalan. 4 xil rangi bor. 4 xil rangi bor. Qora, yashil, seriy, oq. Oq, tushunarli. To'rt xil Hurmatli rangda obunachilar, kimga qanaqa rang yoqsa, dastavkasini chiroyli qilib beradilar. Ko'rishgan narsalar. Bizni musofirdan ko'rganlar, Rossiyadan, ya'ni chetdan ko'rganlar, chet davlatdan ko'rgan bo'lsalar, dastavkasini labolab chiqarib yuboradi. Aloqaga chiqsa, kelishib narxlarini yoki karta orqali to'lov qilsalarmi yoki borgandan keyin to'lov qilsa ham bo'laveradi. Olib borib beramiz, ko'rishib, ma'qul kelsa to'lov. Mana shunaqangi holatda, toza holatda boradi. Shunaqa holat. Yangi hali salafanlarga ko'chmagan mana. O'zi korobkada yangi materiallar bilan chiqadi. Taypaqlari deymiz. Mana shulargacha turadi aka. Yangi. Hammasi bizda 1 kun, 2 kun, 3 kun ichida yig'ilgan bo'ladi. Tushunarli. Bizda ko'p turmaydi, chunki tez sotiladi, ko'p sotamiz. Zakazni beraverasizlar. Keyingi modelimiz o'sha katta 32 lik bular ham. Nima deymiz? Y4 deymizmi bularni? Y4 ha. Y4. Y4 modeli. Y4 modelimiz 32 lik, bu ham 2000 vatli. Hozir ko'rsatgan skuterimizdan bir xil. Faqat nima farqi bor? Bu uzunroq. Razmer bo'yicha uzunroq, kesal balandroq, kengroq bo'ladi. Ko'pchilik gabarit kattaroq skuter so'ragan mijozlarimizga, shular zo'r. sidinasi ham 50 katta ekan. Ha. Sakadiskalik, oldi orqa jidkis tormoz ishlaydi, tumankalargacha bor. Bu modelimizning narxi 780 dollardan qilib beryapmiz. Ham zo'r skuter. Kami ham bor, arzonroq qilib. Jidkis tormozli, oldi orqa. Tormozli, oldi orqa jidkisda ishlaydi. 780 dollar. Kami bormi, yo'qmi? Nima deylik? Kamaytirib beramiz aka. Arzonroq qilib. Seriya qora rangida bor. Bu modellarimiz ham shundan, bu ham bir xil. Keyingi modellarimiz 20 lik akkumulyatorlisi. Qaysi biri? Ko'pchilik ixchamroq bo'lsin deyshadi. 20 lik. Bu modellarimiz akkumulyator 20 amperlik 6 ta bo'ladi. Motorlari 1.5 vat. Narxi sal arzonroq, yengilroq so'raganlar mijozlarimizga. Bular zo'r. Bularni xuddi shunaqa redline diska deymiz, katta diskadan 12 razmerli. Kaskalargacha ham zo'rda bularni. Turish katta ekan lekin. Kaskalargacha, uni original kaskalardan qo'shib beriladi. Hammasida bor shunaqa kaskalar. Xo'p, buni aka narxini 580 dollar qilib beryapmiz. Mana shuni 580 dollar. Ha, 580 dollar. Kami borsan bo'laveradimi? Kami bor, kamaytirib beramiz. Kami bor. Tushunarli. Shu modelimizni mana bunisi chiqdi. Qaysi bir? Mana bu. Ha, yana ham yangicha model, yangi faralari o'zgargan, rangi ham juda ham chiroyli. Ham yashil, ham ko'k bo'lib toblanadigan yangicha model. Bu ham 20 lik 580 dollardan bu ham. Kelishtirib beramiz. 6 ta 20 bo'ladi. Motorlari 1.5 vatlik. 50-60 tezlikka chiqaradi bu ham. Necha tezlik? 2 kishi bemalol ketaveradi. Tezligi 50-60 gacha.
Zaryadi 60-70 kilometrgacha bemalol yurib beradi. Zo'r skuter. 70 kilometrgacha yurib yuraveradimi yozgi kunida? kilometrgacha yurib beradi, ha, bemalol. Unda yomon emas. Oyoq qo'yadiganlari ham bor. Xo'p, mana odamning ko'rinishini ham ko'rib olinglar. Va bo'yingiz necha? Bo'yim 1.76. 1.76. Qani o'tiringchi? Orqaga passajir bemalol sig'adi. Bemalol ketaveradi. Ajib. Yana Yaxshi. bitta odam ketaveradi. Ikkinchi odamga oyoq qo'yadigan joylari ham bor. Shunaqa. Tushunarli. Zo'r skuter. Narxini qancha qilib berdik? Narxini 580 dan aka. 580. 580 dan qilib beramiz. Kami borsam bo'laveradimi? Kami bor, kametr. Bor, demak. Aloqaga chiqursinlar. Yana kametr arzonroq qilib, iloji boricha dastavkalargacha qilib yetkazib beramiz aka. Shunaqa. Hurmatli obunachilar, savdo o'zidan keldim, obuna bo'lganman desalaring, mana Bek o'zlar va'da berdilar. Kamini skitkasini qilib bering. Obuna bo'lganlarga. Kelishib narxini kelishilgandan ham yana obunachimiz desa, undan ham o'tib beraman aka. Tushunarli. Obunachi bo'lsa o'tib beramiz. O'shancha iloji boricha video. Endi mana bu oqimizmi? Ha, bu oq rangi. Endi men bu tarafga o'tib olay. Hop. Bu ajoyib chiroyli ekan mana shu ham. Ana. Bu endi diskasi boshqacha ekanda. Ha, umuman boshqa dunyo deydi-yu, xuddi o'shanday. Oddiy skuterlar bilan ancha farqi bor. Aha. Nimaga deysa, bu litionoviy akkumulyator bo'ladi. Litionoviy. Litionoviy akkumulyator. Akkumulyator ko'rsatib qo'yaman. Shu akkumulyatorda ha, Xo'p, shu joyda akkumulyator turadi, to'g'rimi? Demak, bu oqi, mana bu qorasi. Mana o'sha tayyor. Bo'ldi. Akkumulyatori 72 voltga 40 amperli bo'ladi. Hop. Akkumulyatori bemalol bu bitta zaryadi bilan 120-130 kilometrgacha yetib beradi. Bu skuter Olinadi, qo'yiladi. Olinadi, qo'linadi. Bemalol o'zi bozordan olib qo'yib ishlataverar ekanda keyincha. Bemalol, ha, buni olib qo'yib yoki ikkita zapaska qilib olsa, bittasini qo'yib, ikkinchisini zaryadga ulab ketib, yana shunaqa. Ana bu premium model zo'r ekan. Zo'r skuter, ha, aka. Ancha sifatli. Hop, ya'ni mana oqi, to'g'rimi? Bu qorasi. Bu oq rangi, bu qora rangi. Buni tablolari elektronli bo'ladi. Aha. O'zida o'sha oynalari bor qo'shimcha. Jiletlari bor, yomg'irda to'sib. Kaskalargacha beriladi. Kaskami bu? Kaska bor. Kaskalargacha bor. Razmeri katta. Endi oldidan olamizda. Tumankalari bormi? Bor. Oldi qanotlargacha ham temir dugalari bor aka. Faralari. Keyin buni yaxshi tomoni, misol deylik, chap tomonda bossa arqa tormoz, o'ng tomonda bossa ham oldi, ham arqa tormoz bittada ushlaydi. Bittada, tormoz ikkalasi bittada ushlaydi. O'shanisi ham zo'r bunda. Faqat oldin o'zi bosda, oldi arqa bittada ushlaydi. Tezligichi tezligi Bek? Tezligi aka 65-70 tezlikgacha chiqadi. Zaryadi 120 kilometrgacha yurib beradi bitta zaryadi. 120 gacha yuradimi? 120 gacha. Demak, litionoviy akkumulyatorda ko'proq yurib beradi. Ko'proq yuradi, umri ham uzoq. Umri ham uzoqroq bo'ladi. Keyin bu akkumulyator yengilroq, oddiy akkumulyatorga nisbatan. O'shaning uchun skuter ham tez ham yuradi. Qiynalmaydi skuter ham. Tushunarli, hurmatli obunachilar. Mana sizlarga qorasi, kimga yoqsa mana oq rangi. Endi narxini aytaylik. Buni narxini aytamiz. Undan oldin shu qiziq joyi, bu bitta akkumulyator umri 4 yildan 5 yilgacha yetadi. Shunisi yaxshi. O'rtacha 4 yil hisoblasak ham, ikkita skuterda unaqasida, ikkita akkumulyatorda umri degan oddiy akkumulyatordan ikkitasini umrini xizmat qilib beraveradi. Oddiy skuterga qaraganda umri 2 barobar ko'p. 2 barobar ko'proq yuradi, shunaqa. Pul arzonmish qilib keyinchalik. Pulni arzonroq qilib beramiz. Akkumulyatorlar $1100 dan chiqaryapti skuterda o'zini narxi. Akkumulyatorda o'zini narxi adashmasam shu $350-400 atrofida chiqadi. Lekin o'zini oqlaydi. O'zini oqlaydi, ha. Bemalol aytadi. Chunki oddiy akkumulyator ham $150 atrofida-da, 32 liklar. Buniki o'shani ikkitasini puli bo'ladi. $300-350 ga 4 yil xizmat qilgan akkumulyator bo'ladi. Dastavkani bemalol xizmat qilib o'zini oqlayverar ekan. Ha, dastavkaga zo'r ishlatgani. Benzinli skuterlar o'rniga olsa zo'r bo'ladi aka. Ovozi yo'q, shovqin bo'lmaydi, benzin quydim bo'lmaydi bunda. Kamchiqim. Kamchiqim zo'r narsa aka. Tushunarlik. Shu skuterlarimizdan bor. Keyingi skuterlarimizni, 3 balonli skuterlarimizni ko'rsatamiz. Qaysi birlari? Mana bu tomi bordan, ha. Tomli skuterlarimiz. Bularda ham sezoni keldi. Yosh katta amakilarimiz, opoqlarimizga olib berishyapti. Juda ham zo'r skuter. 26-yilgi yangi modeli bu ham, yangi chiqqan. Bitta ko'rsatib beraman. Faralari LED farada yangicha bo'lgan. Oyna artadiganlari bor, ventilyatorlar qo'shilgan, Apshifka bormi tomgacha qo'shilgan. Bor ekan. Apshifkalari, ha, ichlari materialli, plastmasani o'zi bas. Polностью material bo'ladi. Orqada bemalol 2 kishi ketaveradi. Oldiga bemalol 1 kishi. Ixchamroq odam bo'lsa, 2 ta odam ham ketaveradi oldidagi. Qo'shimcha пониженный skorlari ham bor, podyomga chiqqani. Oldi tormozlari jidkisli tormoz. Oldi orqaga yuradi. NFC kartalarigacha bor. Eng muhim joyi, shu yonida tenti ham bor qishga.
Aha. Sovuqda kunida yomg'ir yog'sa boshqa narsa ishlatgan juda ham zo'r. Tentlari ham bor. Tushunarli. Yangi dizayn, yangi fason. Yangicha model ha. Tezligi qancha deydi buni? Tezligi 45-50 tezlikgacha. Akkumulyatori 632 lik. Akkumulyatori bilan bemalol 60-70 kilometrgacha yurib beraveradi zaryad. Tushunarli. Ana endi narxini aytaylik. Narxi aka $1150 qilib beramiz. Qancha? 1150 $50. $50. Dastlabki xizmati ichida kami ham bor. Aloqaga chiqsa yoki kelishsa shu narxdan o'tib ham beriladi. Dastlabki xizmati ichida ham qilib beramiz aka bunga. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Keyingi modelni Jinpeng. Hop. Jinpeng model riksha deyiladi. Bu ham xuddi shunaqa, xizmati bir xil. Bu ham 2 kishi ketaveradi, 3 kishilik bo'ladi, oldida 1 kishi ketadi. Faqat nima farqi bor desa, bular temirlik, korpuslari. Hop. Bular temir bo'ladi. O'shani hisobiga ham bularning narxi qimmatroq. Obshivkasi bormi bunda? Bunda obshivkasi bor, ha? Ha, bor ekan, ha, bor. Orqalari oynali bo'ladi. Orqasi oyna katta bo'lar ekan. Akkumulyatori 5 ta 45 lik, motori 1000 wattlik bo'ladi bunda ham. Aha. Hadi akkumulyatorda farqi bor. Keyin o'sha videoda ko'rinishlarda farqi bor, lekin bu ham original zo'r skuter. Xitoydan zavodda katta Jinpeng degan zavodda original mahsulotlari bular hammasi. Narxini bu modelimizni 1180 dan qilib beryapmiz. $1180 kami bor. Kami bor. Dastlabki xizmatlari ham ichida. Tushunarli. Dastlabki qilib yetkazib ham beramiz. Bo'ldi, davom etamiz. Keyingi modellarimiz ixchamrog'i, kichikroq so'ragan mijozlarimizga, yengilroq bo'lsin, uyda o'ziga bozorchaga chiqib kelgani yoki magazinga chiqib kelgani deysa, shuni tavsiya beraman. Juda ham ixcham, qulay skuter. O'zida tentlari ham bor, mana yollari yopiladi, orqalarigacha yopiladi. Akkumulyator 5 ta 32 lik, tezliklari 40-45 ga chiqadi. Bemalol 3 kishini olib ketaveradi. Zo'r skuter bu ham. Zaryadi 50-60 km yetadi aka buniki ham. Buni narxini $800 dan dastlabki xizmat ichida qilib yetkazib beramiz aka. $800 dastavkasi sizdan. 850 dan edi. $50 skidka qilib qo'ydik bularga ham. 800 dan qilib beryapmiz hozir. Zo'r. Bu hozir dastavkamiz vodiy bo'ylabmi? Vodiy bo'ylab. Qolgani kelishiladi. Vodiy bo'ylab qolganlar, misol Toshkentdan yoki Voha tomondan bo'lsa, kelishilgan holatda qilib beriladi ag'i. O'zimizga lekin vodiy ichi bizniki Qo'qonda bo'lsa, Andijon, Namangan, Farg'ona, qolgan joylariga vodiy bo'ylab tekinga yetkazib beriladi. Tushunarli. Hurmatli obunachilaring, mana ko'rib o'tdilaring. Yana kelib xarid qilsalaring ham bo'laveradi. Hurmatli obunachilar, skuterlar juda ham ko'p. Skuterlarimiz. Joy bemalol kelib minib ko'rsalaring ham bo'laveradi. Narigi arqa tarafda mahalla bor, bemalol bosib tekshirib minib ko'raverasizlar. 3 bola skuterlarimizdan ham yangicha modellari keldi. Omlilarimizni rolik ko'rsatib tugatib qo'yaylik. Yangicha model, bu ham kattasi. Yo, rangi ham yangicha ekan buni. Ha, bu ham yangicha model. Kafeyni. Bolvar degan zavodda skuteri. Hop. Bu birinchi ko'rsatdik, sidinkasi katta, o'sha modeldan bu ham. Sidinkasi katta bo'ladi, 2 kishi bemalol ketaveradi. Qisilib qolmaydi. Qisilib qolmaydi. Old oyoqlari ham bemalol joy qoladi. Oldi ham xuddi shunaqa, bitta odam bemalol ketadi bunda ham. Hozir ko'rsatgan skuterlarimiz ham shunaqa. Bitta odam hatto joyi ham qoladi yonda, yana bitta odam o'tirib ketsa ham bo'laveradi. Tormozlari jidkislik, o'sha aytganimizdek g'azarniy kamera bor bunda ham. Oyna artediganlari ham bor. Oyna artediganlari suvgacha sepadi mashinaga o'xshab. Ichlari hammasi obshivkali bo'ladi. Xitoy zborkalik, original zo'r skuter bular ham. Boshida ko'rsatganlarimizdan original skuter edi hammasi. Bu ham xuddi shunaqa. Qo'qon zborka bas, o'shanga e'tibor berishadi. Tablosi uzun bo'lar ekan. Tablosi uzun bo'ladi, mana tablosini. Tablo ham. Zaryad ko'rsatadi, tezlikni ko'rsatadi, kilometr ko'rsatadi, necha foiz qolgan ko'rsatadi. Bu yerda zaten kamerasi ham bor. Kameralargacha hammasi ko'rsatib turadi. Hop, signal, pоворотниклari hammasi bor. Tormozlari jidkisda ishlaydi. Oldi tormoz, ruchnoy. Hop, bu modelimiz narxini $1180 qilib beramiz. Dastlabki xizmati ichida vodiy bo'ylab yetkazib ham beriladi. Aloqaga chiqsa, kilometr ham beramiz aka. Demak, oz-moz kami bor. Oz-moz kami bor. O'sha boshida ko'rsatgan skuterlarimiz, ulardan ham soni cheklanmagan, kelishsa, Xitoy zborkali, bu ham o'sha original deganimizdan. Ulardan yetkazib. O'zimizda yig'ilmagan-a bular? Yo'q, bular hammasi Xitoy zborkali. Ularga Xitoy zborka deganingiz, bu komplekt keladimi, korobkada keladimi, bilim tushuntirib o'ting. Xitoy zborka deyishdi, nima farqi bor Qo'qon zborka bilan? Shuni ham tushuntirib o'ting. Xitoy zborka deyishim sababi 80% yig'ilgan keladi, korobkada, upakovkada. Bizda misol mana shu skuterni olsak, oyna bizda qo'yiladi. Hop. Bu yerdan tepa qismi, plastmassa qismi bizda qo'yiladi.
Qolgan elektronika, bu tomonlari yig'ilgan. Monitorlari, muhim joylari tormoz yig'ilgan sistemalari. keladi. Ha, shunaqa. Ular haqida qo'yiladi. Ular haqida qo'yiladi Xitoy. O'shaning uchun Xitoy deymiz. Qo'qon Ziborka deysa, bu narsa sochma holatda keladi. Masalan, kuzov alohida, rama alohida, har bitta bolgakasi alohida, zadniy nosi alohida deyilgan. Aha. Vilka, rul hamma yoq sochma keladi. U noldan yig'iladi. Tushunarli. O'shaning uchun ham baribir misol hamma odam biladi-yu, zavodda yig'ilgan narsaning sifati boshqa, qo'lda yig'ilgan narsaning sifati boshqa baribir. O'shaning uchun Xitoy Ziborka ham shunga yarasha o'ylaymiz, ha. Narxi ham shunga yarasha. Shunaqa. 20-30 dollar balki 50 dollargacha farq beradi aka. Yaxshi, mana hurmatli obunachilar, bularda ham sezoni kelgan. Ular tentlari bo'ladimi, yo'qmi? Tentlari hammasida bor. Hammasini tenti bor-a? Hammasi tenti Shunaqa, bor. tentlar qo'shib beriladi. Yopib qo'yilgan tentlargacha beriladi. Kampirlik ichida qilib beriladi hammasi. Davom etamiz. Keyingi skuterlarimiz 3 ballonlik super modellar. Hozirgi ko'rsatgan skuterlarimizda tomi yo'q desa ham bo'laveradi. Hop. O'sha bilan bir xil pashti, katta farqi yo'q. Olib chiqing. Hozir ko'rsatay. Bular ham 26 modeli. Hop. Tormozi jidkisli bo'lgan. Esa sidinkasi kattadan, bu ham ikkisi sig'adigan. Oldini sal kichikroq bo'lardi, ikkisi qiynalib qolardi. Bunga shu ikkisi bemalol ketaveradi. X16 model, yangicha chiqdi. Kalitlar o'zgargan. Yaxshi tomoni kartalar qo'shilgan. NFC karta orqali tekisda tablo yonaveradi, minib ketishaveradi. Yana tekisda o'chadi. Boshqa funksiyalari ham bor. Bu modelimiz akkumulyatori 32 lik, 5 ta bo'ladi. Bemalol 50-60 km ketaveradi, 3 kishini olib ketaveradi, tezligi 40-45 ga chiqadi aka. Oldida korzinka bor, qo'shimcha zaryadlari o'zida. Tormoz yetkizib aytdik. Orqada ham korzinkasi bor. U sidinani tagida yuk olarmidi? Sidinkani tagi yuk ham oladi. Shuni bitta ko'rsataylik-chi, joy kattami, kengmi? Hay, yaxshi. Keng ekan. Bemalol bitta bozorlik qilsa bemalol ketaveradi ichida. Yo'q, bemalol, ha. Narsalar bemalol ketadi, katta ekan. Men kichkina deb o'yladim. Narsa solib, xohlasa olib ketsa, xohlasa yopib qo'ysa ham bo'laveradi. Yo'q qo'ysa ham bo'laveradi. Orqada ham bagaji bor, oldida ham temir bagajlari bor. Oldida ham bor. Ana endi hamma gap narxida, bek. Aka, buni narxi 750 dollardan qilib beryapmiz. 750 dollar. Kami bormi, yo'qmi, ayting. Kami bor, o'tib beramiz. Kami bor. Biz obunachilarga arzonroq qilib, dastlabki ichida qilib yetkazib beramiz. Tushunarli. Agar so'rashsa, masalan, boshqa skuterlardan ko'rsatyapmiz, buni aytib qo'yaylik mijozlarimizga. Masalan, BXG'ni olib chiqib ko'rsatolmayapmiz yoki yurgizib ko'rsatolmayapmiz, boshqa qilib berilmayapti. To'liqroq xohlasa, aloqaga chiqsa, video qilib tashlab beriladi. Video rasmlarga olib ko'rsatib beramiz. Ma'qul. Uydan sanab bersa ham bo'laveradi. Uydan sanab berishaveradi. Dastlabki qilib olib berishadi o'zlari. Tushunarli. Ranglari bor, qora, ko'k rangda bor, xohlasa mokriy asfalt, bunaqa seri rangda ham bor. Hammasi bir xil. Qora. Shu modelimizni mana sal yengilrog'i deysiz. Xo'p. Mana shunisini beraman. Ixchamroq-gina buni sidin olishadi. Uyda o'ziga, masalan, bolalar minishadi yoki o'g'ilchalar minishadi deyshadi. O'shanaqalarga bu yaxshiroq. Bu sal ixchamroq, yengilroq, uyda o'ziga bo'lsa, zo'r skuter. Bemalol bu ham 50-60 km uradi. Akkumulyatori 20 lik bo'ladi, 5 ta bo'ladi, 50 km ketadi. Shu tabloli elektronniy Bluetooth kolonkasi bor. Orqasiga ham bemalol ikki sig'adi bunga. Orqalari zo'r. Ikki kishi ketaveradi. Narxi farqi narxida deydi-yu. Narxi sal arzonroq modelimiz. Aha. Bu modelimizda ham 26-yil yangi chiqqan akkumulyatorlargacha 26. Bularga ham xuddi shunaqa 3 oy garantiya beriladi akkumulyatorlargacha. Bemalol minib tekshirib ko'rishaveradi. Original akkumulyatorlari qo'yib beriladi bularga hammasi. Bu modelimizni 650 dollar qilib beryapmiz. 650 dollar. 650. 100 dollar ansasi bor. Kattarog'i bilan kichkinarog'ida. Aha. Ixchamroq deysiz, bundan, xohlasalar bundan ham beraveramiz. Tushunarli. 650 dollar menimcha ozmozi o'z bilan kelishiladi. Ozmozi, kelishda beriladi. 650 dollardan. Yana o'tib narxidan dastlabki xizmatini ham qilib beramiz. Hop. Keyingi modellar bular. Olib chiqing buni. Faralari oldilari boshqacha ekan. Yangi model bu ham. Bu yangi. Oldin kelmagan bunaqa modelimiz ham. 2026 o'zgargan, dugalar katta 26. Jidkis tormizda bu ham. 100% o'zgaribdi hozir. Tormizda. Keyin orqasi eng muhim joyi, orqalari yukxona, ham sidinka ham bo'ladi. Zo'r skuter bu ham. Yukxonasi ham katta. 200-250 kilo, menimcha 300 kilo ham sig'adi. Bemalol 200-250 kilo yuk tortib ketaveradi, odam ham ketaveradi-da. Bemalol bitta odam yo yoshroq bolalar bo'lsa, ikkita odam ham sig'ib ketaveradi. Yoni ochiladimi, ochilmaymi? Yo'llari ochiladi. Eshikasi bor. Ayollar hakil o'tmaydi demoqchiman. Chiqib tushgani bemalol. Ana. Oldilari ham Bejvoy salon.
Shobodadan to'sib turadi oldi ham. Bularda ochiq bo'lsa, bular oldilari ham yopiq. Ruchnoy tormozlari bor. Ham Sakadiska, jitki tormoz. 3 ta skorda yuradi. Bu modelimizda keyin yaxshi tomoni akkumulyatori ham 32 lik, ham 6 ta bo'ladi. Kilometr yana ham ko'proq yuradi. 70 kilometrgacha bemalol yurib yuraveradi aka. 70 kilometrgacha yurib beradi. Yaxshi, yomon emas. Yurib yuraveradi. Jitki tormozda sakadiskali bo'ladi bu modelimiz. Motorlari 1000 vattlik. Ana endi pulini aytamiz. Aka, buni pulini 830 dan qilib beramiz. 830 dollar kami bor desam bo'laveradimi? Kami bor, kamaytirib beramiz aka. Arzonroq qilib yetkazib beriladi. Tushunarli. Bu o'sha mana ko'ryapsizlar, yangi fason, yangi model 2026. Boshqa modellarga adashtirmanglar. Nimaga arzon, nimaga qimmat? Ko'ringlar, o'zlari batafsil yana ma'lumotlarni berishadi, shunga qarab hisob kitobini qilaverasizlar. Shunaqa. 26 bo'lib, akkumulyatorlari ham yangi. O'sha eng full variantida. Buni oldingilari sakadiska bas. Mana bular sakadiska bo'lsa, oldingilar buni qora diskada kelardi. Oddiy tormoz bo'lardi. Bu sakadiska bo'lib, tormozi ham jitkisi bo'lib kelgan eng full varianti 26. Akkumulyatori 532 lik, 50-60 km yuradi. 300 kilogacha yuraveradi. Razmerini aytib qo'y, ko'pchilik razmerini so'rashdi. Ular 80 ga 90 razmer bo'ladi, bortini razmeri. 80 ga 90. Ha, 80 ga 90 bo'ladi. Sana aytib qo'y, ko'pchilik so'rashdi. 300 kilolik 1 tonnalik motorlarimizga solishtirib olishaveradi. Arqadan bitta olib chiqaning. Arqa taraflarni qana ochiladi bu? Arqasi yukxona. Oching. Bu borti. Xo'p, bemalol necha qop un sig'adi? Aytavering. Menimcha bu 3 qator bemalol sig'sa kerak. Ustun qo'ysa ham 3 ta, 4 ta, 5 ta qilib yuklab olsa ham bo'laveradi. Ustun qilib. Chunki bemalol bular 250 kilo ko'taraveradi-da. Yon tarafda mana защитный dugalari ham bor. 5 ta qop degani. Sidinasini bekitadi. Hammasi bor, ha. Zaryadnik, mana kulish damkrati bor. Polligi bor, bunaqa jiletlari bor, kaskasi bor. Plus hamma narsasi nimasi bo'lsa, hamma narsasi bor. Sidinka bo'lishi. Sidinka bo'ladi. Beteshichasi ochilaveradi. Odam chiqib, odam olib ketishaveradi. O'tirmaydi. Ha, yuk bo'lsa, yuk yuklab ketishaveradi. Eng zo'r variant. Bu ham o'sha seri, mokri rang, qora ranglari ham bor. NFC kartalari ham qo'shilgan yangi modellarda. Oldingilarda yo'q edi. Kartani tekkizishadi, yonaveradi. Zo'r kartalarigacha bor. Oynalar bor. Aka oyna. Jitki tormoz, to'g'rimi? Eng full varianti. Oldi ham bek. Shamol oyog'iga urmaydi. Endi hamma gap pulida bek. Aka, buni 680 dollardan qilib beramiz. Aloqaga chiqarsinlar, dicha kami bor. Dastlabki xizmatini ham qilib beraman vodiy bo'ylab aka. Xo'p, 680 dollar kami bor deyapsiz. 680 kami bor. Tushunarli, hurmatli aloqaga obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Arzonroq qilib yetkazib beramiz aka. Davom etamiz. 300 kilolik motorlarimiz. Olib chiqing. Bittasini olib chiqing. Joylaymiz. Mana, bittasini olib chiqib beraman. Ha, ana bo'ldi. Xo'p, oldida fari. Ikkita yonda 4 ta, keyin o'rta bilan 5 ta. Bluetooth kolonkalari bor, faralari bor. 300 kilo yuk ko'taradi. O'sha yukxona ham sidinkali modelimiz aka. Bo'ldi, bu вообще katta ekan qasi. Bu undan ancha katta. Holati sidinka bo'ladi. Aha. Bu ham zo'r skuter. Bu modellarimiz 90 ga 1 metr bo'ladi. Ishmasam, usti bilan hisoblaganda bemalol bu ham 300 kilo yuk olaveradi. Ham sidinka, ham yukxona olib ketishaveradi. Eshiklari ochiladi, ikkala tomoni ham ochiladi bu modellarimizda. Akkumulyatori 32 lik, 5 ta bo'ladi. Ichiga qo'yilgan akkumulyatorlari Ko'rsating. original, ana Chivi degan zavodda akkumulyatorlari bo'ladi. O'zi yangimi? Skuterning ichida yurgan odamlar juda yaxshi bilishadi. 2026-yilgi yangi akkumulyatorlar. Tulish damkrati bor, kaskalari bor, hamma narsalari bor. Panejniy skorlargacha bor mana. Xitoyning panejniy skorlari ham bor. Podyomga chiqqani. Bluetooth kolonkalari bor. Bu ham eng full variantida. Old oynalargacha bor. Narxini bu modelimiz 780 dollar qilib beramiz aka. 780 dollar. Dastlabki xizmat ichida yetkazib ham beriladi. Kami ham bor, kamaytirib beramiz. Tezligi necha edi? Tezligi 45-50 tezlikka chiqadi aka. Masofasi ham shunaqa. Masofasi 50-60 km yuradi. Yaxshi. Davom etamiz. Endi shuni sal ko'proq yuradigani keldi aka mana. Qaysi biri? Mana shunisi yangi keldi. Olib chiqing. 26-yilga. Xo'p, buni farasi 5 ta ekan. 50-60 kam manga esa ko'proq yursin deysa, mana shu modelni ko'rsatamiz. Yangi keldi 26-yilga. Bu modelimizda 6 ta bo'ladi akkumulyatori. 6 ta 32 lik, bemalol 70-75 yurib beraveradi aka. Ancha ko'p yuradi.
Bu modelimiz ham yangicha bo'lib chiqqani. Jidkis tormiz bo'lgan. Oldilari jidkisning diska tormiz, ham saka diski. Oldingi saka diskada bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa, ham 300 kilo yuk olib ketadi, ham 3 ta odamni olib ketaveradi. Oldida, orqada 2 kishi, oldida 1 kishi bemalol ketaveradi aka. Panejini skolari bor. Xo'p, tezliklari 40-45, shunaqa 70 km yuraveradi. Narxini bu modelimizni nechta chiqarsa bo'ladi endi klientlarimizga, mijozlarimiz $850 dan qilib beramiz aka. Kami bormi? Xizmat ichida kami ham bor. Bo'ldi. Yetkazib beramiz. Aloqaga chiqsa, Tushunarli. arzonroq qilib beramiz aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana yig'ilgan holatda keladigan skuterlar mana hozir yirtib ko'rib tekshiriladi. Mana o'sha Xitoy sborka degani, to'g'rimi, Bek? Ha, Skillmax zavod. Mana bu yerda mana ochig'i bor ekan. Mana shunaqangi nima deydi? Ular hali mototsikllarimiz tez yuradiganlardan. Aha. Mana yig'ilgan holatda keladi. Mana oldilari bizda qo'yiladigan joyi mana oldi balon qo'yiladi, arqa balonlar ham qo'yilgan. Rollari qo'yiladi xolos. Bakoylari manimcha. Ichida mana komplet hamma narsasi bor. Kaskalari chiqadi, chexollari chiqadi, pershatka. Demak, mana shu holatda korobkada keladi. Mana shu holatda korobka O'zlaring ochib, qolgan aksessuar balonlarni qo'yasizlar. Mana shuni Xitoy sborka deyiladi. Xitoy sborka deymiz. Qo'qon sborka emas. Qo'qon sborka emas. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana shularni ham ikir-chikirini ham ko'rsatib qo'yapmiz. Rozimiz aka, barakasini bersin. Baraka bo'ldimi? Baraka bo'ldi aka. Aka, qayerdansiz? Namangan viloyati Chust tumanidan, Chustdan bo'ldi. Chustdan akalarimiz ana shu mototsiklni olishdi, endi olib chiqib bittani yurgizib, Qaysi biri bo'ldi? chiroyli qilib ko'rsatib beramiz aka. Ha, Olib chiqing. sizga olib chiqib beray. Mana bu sportivniya. Mana shu sportivnidan olish. Hurmatli obunachilar, mana bu sportivniya mana shu Bekli do'konda, Skillmax do'konida bor. Murojaat qilaverasizlar. Benzinoviy, elektr skuter, Muraviy, motoroller, xullas pul toparlar. Deyarli hamma skuter, motorollerlar, mototsikllar ham bor. Mana hurmatli obunachilar, mana bu Namangan viloyati Chust tumaniga ketyapti. O'zlari minib ko'rishdi, ma'qul deyishdi mana. Tayyor komplekt yangi masla ochildi hurmatli obunachilar. Baraka topsin, bag'am olgan summasidan puldan baraka topsinlar. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Namangan viloyati Chust tumaniga yo'l oldi. Oldini ko'tarib haydaverasizmi aka? Kechiq. Ha? Ko'tarsa bo'ladi, ha. Senga shunday mana olib o'tavering aka, benzinni qo'yib yana böyle yurgizib beramiz, mana bu ketaverasiz. Motorollarimizni ko'rsatamiz. Hop, 1 tonnalik Skillmax motorolimiz. Hop. 6 ta farali modeli bu. Keyin 4 ta faralisi bor. Xohlagan tanlab olishaveradi. Xohlasalar 4 talik, xohlasalar 6 talik. Bir xil akkumulyatori 68 lik, 6 ta original akkumulyatori bo'ladi. Miya motori 1800 talik bo'ladi. Ikkalasiniki ham 50-60 km yuradi, 1 tonna yuk tortaveradi. O'sha reduktorlari 6 talik, 4 ta resor, 4 ta mazatli, eng full variantdagi. 2026-yil bular ham, akkumulyatorlari ham 26 bo'ladi. hop. Narxini bularimizni $1100 dan qilib beramiz aka. Dastlabki xizmati ichida kametrib ham beramiz. Tushunarli. Vodiy bo'lib dastlabkasi sizdan. Oddiy bo'lib dastlabki Ma'qul kelsa uydan sanab berishaveradi. uydan sanab berishaveradi. O'sha gap, o'sha gap. O'sha gap, o'sha gap. 180 ga 130 lik o'sha razmeri, eng Arqa katta kabinasi. Ha. Endi shuni yana yangicha modeli keldi. Ikki xil model bu ham. Qaysi biri? Bittasi bunisi modelimiz, bitta Hop. bunisi. Bitta ko'rsatib beramiz. Bu 1 tonnaligi jidkis tormozlisi bo'ladi. Yangicha model. Jidkis tormozda. Qaysi tarafmi? Aha, oldi. Diskiviy tormoz, jidkis tormoz bo'ladi. Bitta oldiga olib chiqib farqini ko'rsatib beraman. Hop. Ha. Yangicha model, keyin borti chuqurlik bo'ladi. Chuqurdan ekan, Baland bortdan, ancha baland bo'ladi. Yoniga tegalar qo'shilgan. Yonlarida bor, orqasida ham tegasi bor. Arqa bortida ham tegasi bor. Bu yangicha modelda. Hop. Balonlari 5 ta boltli bo'ladi. Aha. Eng full varianti. Bitta tayin ham ko'rsatib qo'yaman. Hop. Ha? Keyin bu modelimizda 26 larda arqa faralari yonadi, zadniga yursa. O'zlaridan bitta ko'rsatib beraman. Ha.
6 ta akkumulyatorlik, original o'zini Shupay zavod akkumulyatorlari 3 oygacha garantiya beriladi. Original o'zini miyasi, original motori bo'ladi, o'sha Skill Max pechatlargacha o'zini bor. Original miya Zapaska motor. bor. 2000 wattlik miya motor bo'ladi. O'shanga e'tibor berish. Oldingilar 1.8 edi. Zapaska baloni bor, zavodskoy bo'ladi. Yildamlari ancha to'qilgan ekan. Ha, bag'i 6 ta profil, bag'iga 8 talik Profillar, profil bo'ladi aka. Ramalari 2 talik. Mana rama nomer bor. Bu yerda kuzov nomeri bor, hamma narsasi bor. Motor nomerigacha bor. Ularga keyin bizda yana bitta joyini aytib qo'yay, bu motorlarimizga hammasiga shot faktura beriladi. Hop. Masalan, ertadan keyin nomer olaman deysa, shot fakturasigacha beriladi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Dokumentlargacha bor aka. Shu modelimiz yangi chiqdi 26-yilga. Buni ham bordi 180 ga 130 bo'ladi aka. Keyin NFC kartalari qo'shilgan mana. Bunda ham NFC kartasi bor. Kartani o'zidan bemalol yurib ketishaveradi. Aha. Kalt o'tirmaydi. Ha. Eng muhim joyi tablolari kilometrgacha ko'rsatadi. Oldingilarda yursa tablosi 00 bo'lib turardi. Bularda 10 kilometr yursa 10 kilometr ko'rsatib turaveradi. Bo'ldi. Qo'shilib ketaveradi, olib yurganini biladi. Olib yurgan qo'shilaveradi. Xo'p. Shunaqa yangicha model aka. Bu modelimizni narxini 1180 dollar qilib beryapmiz aka. 1100 1180 dastlabki xizmat ichida vodiy bo'ylab kilometr bilan beramiz, arzonroq qilib beramiz. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilasizlar. Ranglari bor. Mokriy asfalt, qora, ko'k ranglargacha bor aka. 3 xil rangi bor, a? 3 xil rangi bor. Hop. Bunisi modelimiz xuddi shu motorolimiz. Bir xil bo'ladi, faqat oldi tormozi trosli tormozda. Uchun, aha. Trosli tormozda bo'ladi, jitkis tormozda bo'lmaydi, oddiy tormozda bo'ladi. Baqagilarga jitkisli kerak emas deyshadi. Baqagilar jitkisli bo'lsin deyshadi. Xohlaganlarni tanlab olishaveradi. Bir xil. Narxida 30 dollar ansasi bor. 1150. Bo'ldi. 30 dollar farq qiladi. 1150, 1180 xohlaganlarni tanlab olishaveradi. 1180, 1130. 1130. Bu ham xuddi shu motorolimiz. Ranglari mokriy asfalt, qora, hammasidan bor aka. Hop, keyingi modellarimiz 1 tonnalisi. Tomlisini ko'rsataylik uni ham. Hop. Mana bumi? Polo kabina. Polo kabinkali edi. 26-yilgi modeli bu ham. Hop. Bu ham o'sha 5 ta boltlik. Tayyor hozir ko'rsatganimizdaqa 2000 miya motor, 6 ta akkumulyatorlik, original Shupay zavod aka. Bular ham oldi balonlari ham 5 ga 12 bo'ladi. Tomi zavodskoy tom. Bu ham 3 kishi ketaveradi. Bu ham 180 ga 130 bo'ladi bortlari, akkumulyatorlari 6 ta 68, 2000 miya motor aka. Narxini 1250 dollardan dastlabki xizmat ichida qilib yetkazib beryapmiz aka. Tushunarli. Bu modellarimiz. Keyin yangi modelimiz keldi aka. Pol kabina. Ko'rsatib ketaylik birodar. Necha yuz kilo? 400 kilo manimcha. Zavodskiy pol kabinka 400 kilolik bo'ladi. Hop. 400 kilo yuk ko'taraveradi. Taylarni ko'rsatdim. Akkumulyatorlari bu ham original Shupay akkumulyator bo'ladi. 3 oygacha garantiya beriladi. Miyasi, motori 1200 talik, e'tibor berishadi. Turbochi motordan, katta motordan qo'yilgan original 1200 talik bo'ladi. Shunga ham e'tibor berish kerak ekan. E'tibor berish kerak. Akkumulyator ham 58 lik. Bunaqa 400 kilolarda asosan 32 bilan akkumulyator 52 bo'lib chiqqan. Bularda 58 amperlik bo'lib chiqqan original. 6 ta, 5 ta bo'ladi bu modelda. Aha. 5 ta bo'ladi. Bemalol 50, 60, 70 kilometrga tushirib beraveradi aka. Bu ham o'sha pechatlari bor, rama nomer, kuzov nomer, hamma narsalari bor. 2026-yil. Hop, 3-oyda chiqqan aka. Hop, yangi motorol aka. Tezligi 45-50 tezlikka chiqadi. Masofasi orqalari 400 kilogacha yuk tortaveradi. Masofasi bemalol 50-60, tezligi 50 gacha chiqadi. Yuk tortishi 400 kilogacha yuk tortaveradi aka. bemalol. Bemalol, ha. Tablolari 50 suyangichi bor. Sidini bilan bo'lmaymi? Suyangichi bor. Bu sidinka ham bo'ladi. Bo'ladi. Ha. Hamta ko'rsataylik. Bo'ldi mana. Sidinka ham bo'ladi. Sidini ham bo'ladi, yana spinkaga aylanadi. Spinkaga aylanadi. Ana endi hamma gap narxida bek. Tomi ham zavodskoy tom aka. Oyna artadiganlargacha ishlaydi. Tomi temir a? Tomi temirli bo'ladi. Pulini aytamiz bo'lmasam. Buni pulini 950 dollar qilib beryapmiz. 950 dollar. Xizmati ichida oddiy bo'lib, narxini arzonroq qilib beraman. Kelishadigan. Yana kami bor. Yana kami bor aka. Tushunarli. Bu ham yangi chiqdi. Buni ham ko'k, qora, mokriy ranglarda bor aka. Aloqaga chiqsa, arqa faralari ham LED bo'ladi. Bu yerda ko'rsatib qo'ying. Zadniy ko'rsa, zadniy chiroqlari avarinkalar yonadi. Bu zadniy chirog'i, avarinkalar hammasi ishlaydi. Ham 400 kilo ixchamgina, lekin borti chuqurdan ekan, to'g'rimi? Borti chuqur buniki. Bor chuqurda. Zo'r skuter aka. Aloqaga chiqsa, to'liqroq ma'lumot beramiz. Yana ko'rsatib, yurishlarini, tezliklarini tushuntirib,
to'liqroq ma'lumot beramiz, yetkazib beramiz aka. Hozir ko'rsatgan 1 tonnaliklarimiz, keyin 1 tonnalik motorlarimizni oldi dugalari kattaroqlari bor mana. Bular ham yangicha model. Bular ham zo'r. Bular 1150 dan. Bular ham 6 ta akkumulyator, 70 lik akkumulyator bo'ladi. Miya motorlari 1800 talik. Tushunarli. Hop, keyin bu tomonda yana boshqa motorimiz bor. Hozir ko'rsatganlarimizdan 6 ta faralisi. Qaysi biri? Mana bu. Oldin dugasi kattaroq so'rashadi. 6 ta faraligi. Akkumulyator ham bular ham 6 ta 70 lik, motorlari 1800 lik. Bu demak oldiga 3 kishi bemalol o'tiraveradi. Oldiga bemalol 3 kishi o'tiradi. Ha, bu ancha razmeri katta. Hop, bu modelimiz 1100 dan qilib beryapmiz. 1100 dan qilib berdik. 1100 dollardan qilib beramiz. Xo'p. Keyingi modelimiz Mana bu. 1 tonnalik. Bortlari gulli bort bo'ladi. Gulli bortda qalin bort. Yonida tegalari bor. Bu ham 1 tonnalik, miya motor 1800 lik, tormozlari jitkisli bu ham. Oldi balon ham jitkiz, arqa baloni ham jitkisli tormozda ishlaydi. Uchala sistemasi ham jitkisli, uchala baloni ham. Narxi 1150 bu modelimiz ham arzonroq qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmati ham bor. Tushunarli. Bu ham zo'r motorlarga. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xo'p, endi mana bu sportivniy bayklar, a? Aka, sportivniy mototsikllarimiz ham assortiment ko'p. Polnis hammasidan bor. 400 kuba, 500 kuba, 250 kubalik hammasidan bor aka. Misol uchun mana 400 kuba deb ko'rsatib qo'yaylik. 400 kubalik Xitoy zborka, original, yaxshisidan aka. Bular ham narxi 2900 dollar. Komplet hamma narsasi bor. Kaska, perchatka, chexollari, perchatkalargacha bor. Aha. Hop, keyin 250 talik, yana arqalar tomonlari. Xo'p, bular benzinli. 1700 dollardan. Hammasi benzinli. 2000 2900. 1000 kubalik. Bunisi 1700 dollar aka, 250 kubalisi. Aha, demoqchiman hamyonboplari ham bormi benzinlilar? Lekin video chiroyli, bir xil ekan pashta, sportivniy. Vidlari zo'r. Boshqacha ranglardan ham bor. Kimga qanaqasi yoqsa. Qizil rangi bor. Mana. Bular ham zo'r vidlari. 2500 dollardan. Oq ranglari bor misol. 2400 dollardan. Turi ko'p, aloqaga chiqsa, ko'rsatib, tushuntirib, polniy ma'lumotlarni beramiz. Endi bular minib ko'rib olish kerak-da, baribir. Minib ko'rib olish kerak. Benzinli. Ha, rasxodlari batafsil kengaytirilaveradi. Kengaytirilaveradi aka, aloqaga chiqadi. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Skuterlarimizdan ko'rsatib ketay. Qaysi biri? Benzinli. Benzinli skuterlarimdan yangicha modellar keldi. Bular qaysi birlari? Ko'rsatganim yo'q aka. Yana birinchi turgan mana bu. Aha. Yangicha model aka. X Max degan modeli. Xo'p. Dugalari bor. Yangicha chiqdi. Modeli, faralari ham juda ham zo'r. Hop. Oldi faralarini ko'rsatib qo'ying, yangicha bo'lib. Yonishlari ham boshqacha ularda. Faralari ham zo'r. Hop, bu modelimiz 150 kubalik bo'ladi. Motori bemalol 100 tezlikgacha chiqadi. Rasxodi 3-3,5 litr. Tablolar elektronniy, old orqa tomi jitkisda ishlaydi sistemada. Bu modelimiz ham Xitoy zborka original skuter hisoblanadi. Perchatka bor, qo'shimcha beriladi. Kaskalari o'zini original kaskalari beriladi. Komplektda chexollarigacha bor. Narxi bu modelimiz 1000 dollardan qilib beryapmiz aka. 1000 dollardan kami bormi yo'qmi? Bor. Aka, kamaytirib arzonroq beriladi. Keyin hammasiga original o'zini dokumentlari beriladi. Shot fakturalari hammasi beriladi. Nomer olishda, boshqa narsada muammo bo'lmaydi ularda. Bunga menimcha prava nomer kerak bo'ladi ularga. Kerak bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa. Kaskasi ham mana ko'rsatib qo'yay, juda ham ajoyib chiroyli ekan, sportivniy. Xo'p. Keyin aka Nmax modelim keldi aka mana. Yangicha model. Razmeri ham juda ham katta, sidinkalarni ko'rsatib qo'yay. Bu ham vobshe zo'r. Ancha keng, orqada bemalol bitta odam o'tirib ketaveradi. Hop. Rollari juda ham keng, tablolar elektronniy, perchatkalar bor, bularda ham komplekt. O'zini original una kaskalarigacha bor bularda ham. Xitoy zborka original. Xo'p, motor 150 kubalik bo'ladi. 2026-yilga yangicha model aka. Narxini bu modelimiz 1250 dollardan dastlabki xizmatida ichida qilib yetkazib beryapmiz. Rasxodi zo'r skuter. Rasxodi bu skuterimiz shu 4 litr atrofida. Maksimal tezligi 100 dan oshiqroq, 105, 110 tezlikgacha chiqadi. Tushunarli. Ancha motorlari kuchliroq modellarimiz. Pulini-chi? Pulini 1250 qilib beramiz aka. Kami bor. 1250. Ha. Batafsil telefonda. Tushuntiriladi yana. Beramiz. Hop, shu modelimizdan bu ham. Zo'r skuter bular. Faralari ham LED bo'lib, buni diskalari sariq bo'lib chiqqan, old orqa jitkis tomizda ishlaydi. Shu 1250 dan shuna matoviy rangi bor, xohlasalar qora glansiy rangi ham bor. Xohlasalar matoviy. Dizayn bir xil ekan. Dizayn bir xil. Eng ko'p sotilgan, eng sinovdan o'tgan skuterimiz.
tank bo'ladi. Va kuchli modelda bu, to'g'rimi? Kuchligi model. Juda ham kuryerlar ko'p ishlatgan, juda ham baquvvat skuter. Bularimiz ham sotuvda bor. Bular 150 kubalik, bular ham 3 litr 3,5 litr rasxod qiladi. Tank bir modeli. Bularni $900 qilib beryapmiz. $900. Kami netigi bo'lsa bering. Kami ketigi bor, kelsa yana arzonroq qilib beramiz. Tushunarli. $900 qilib beramiz. Keyin tank 2 modelimiz ham keldi. Qaysi biri? Mana ko'rsatib qo'yaylik mana. Nimada tank 1 bilan tank 2 da nimada farqi? Farqida asosan farasida farq bo'ladi aka. Qo'shimcha tumankalar qo'shilgan. Keyin farasi o'zgargan, oldi farasi ham tank 2 deyiladi. Pulidachi farqi bormi? Pulida $50 ansasi bor aka. Shunda farqi bor. $50 farqi bor. Lekin buni dizayni ancha chiroyli ekan. Ancha chiroyli bo'lib chiqqan. Tushunarli. $50 farq qilganda unda mana bu yangi modelni olgan yaxshiroq menimcha yana. Xo'p, davom etamiz. Bo'ldi aka, Tashqariga chiqamizmi? Tashqariga chiqamiz. Kabinkali motorlarimizni bitta ko'rsatib, Mayli-da. obzor qilib beramiz. Qaysi biri? Mana bular. Bu tomonda. Elektronli labolarimiz ham bor ekan. Bularni ham tanishtirib qo'yamiz. Bo'ldi. Keyin elektronlik kabinkali motorlarimiz. Xo'p. Kabinkalilarimiz hop $1450. Hop. 1 tonnali. Akkumulyatorlar 70 amperlik 6 ta bo'ladi. Miya motori 2000 wattlik. Bu ham Xitoy zborka yaxshidan 1450 bunisini qilib beramiz, bunisini 1400 qilib beramiz. Aloqa etsa yana to'liq ma'lumotlarni beramiz aka. Tushunarli. Keyin elektronlik labolarimiz. Ulardan ham o'sha Mokro asfalt bu oq ekan, ha. Bu oq rangi, buni qora rangi bor. Qora rangi. Hop, motorlari 2500 wattlik, bulardagi 2000 wattlik. Bort razmerlari 2 metrlisi bor. Bu modelimiz 1.8 lisi. Sal aloqa etsa, to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz aka. Tumankalari bor, dugalar qo'shilgan. Bular hammasi shu 26 model aka. Yangi kelganidan bular ham hammasi. Xo'p, bort chuqurdan ekan. Bort chuqurdan aka. Qancha yuk oladi endi? Taxmin qilaylik. O'rtacha 700 dan 8 kilogacha olaveradi aka. Oladigan yukini aytaylik. Oladigan yukini aytyapman. 708. O'zi nomi 1 tonnali deyiladi, lekin 708 bemalol ko'taradi. O'shanda bemalol yuraveradi. Bemalol yuraveradi. Zaryadi 50-60 kilometrga yetadi aka. Bulardagi tezliklari 40-50 bo'ladi. Tushunarli. Endi buni puli qancha, uni puli qancha? Oqini, qorasini. Bunisi 2200, buları 2250 $50 ansasi bor. Chunki bu 2 metr, bu 1.80 da borti razmeri. Razmerda farqi bor. 20 santda bu uzunrog'i. Salonlari bir xilmi? Salonlari bir xil bo'ladi aka. Tushunarli. Shulardan bor aka. Bu tomonimizda bunlarchilar qo'ng'iroq qiladi. Elektronik mashinachalarimiz ham ulardan ham bor. Qaysi birlari? Motorlarimiz. Xo'p, Skillmax mana motor salonni eslab qolamiz. Oldi bannerlarini kelasizlar, minib ko'rib xarid qilaverasizlar. O Elektronik mashinachalarimiz aka. Ochingda salonni ko'rsatib qo'yay birovlar. Ko'pchilik so'rashadi. Bejvoy salon, bejvoy rul, sideniyalarni mana ko'rishlari mumkin. Orqasi. Zo'r. 4 kishi bemalol ketaveradi. Obshifkalari. Orqada oyna bor, tepada obshifkasi bor. O'ldirishga luki ham bor. Yaxshi. Mana orqa tarafdan ko'rsatamiz. Orqa stop chiroqlari. Narxini aytamizmi? Ha, aka. Bu modelimiz $2000 dan bo'lyapti. Tezligi masofa. Modeli $1950. Xo'p, $2000, $1900. 1950 ham. 1950 mi? 1950 ga. Hop. Ikki xil modelda, faqat shu oldi faralarda farqi bor. Bir xil asosan akkumulyatorlari, yurishlari bir xil. Mana oldidan ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, buni qancha qildik? 1950. Narigisini? Bunisini $2000 dan qilib beramiz. Oldi videoga qarab ekanda. Oldi videoga qarab, asosan bir xil akkumulyator, motorlari shu yurishi 50 km yurib beradi, 50-60 km. Hop, 4 kishini olib ketaveradi. Tezligi ham 50 km/soatgacha chiqadi. Mana hurmatli obunachilar, yengilgina, kichkinagina avtomobil kerak bo'lsa, narxini aytib o'tdik. Yana aytilgan narxlardan o'tib beriladi. O'tib beriladi, kelishtirib, dastlabki xizmatlari ham bor, yetkazib beramiz aka. Tushunarli. Arzon qilib, vodiy bo'ylab dastlabki xizmati tegan. Manzil. Skuterlarimizga. Manzilimiz Qo'qon shahar. Hop. Bu tomonimiz Navoiy ko'chasi, Alisher Navoiy ko'chasidan kelish, bu tomon Yangi bozorga qarab ketish. Aha. Xolmajon oshxonasi yonimizda, hamma bilishadi. Xolmajon oshxonasi Sitafori chorrahada joylashgan. Yonida Skillmax motosaloni joylashgan aka. Hamma turdagi skuter, Motorola, elektronik, benzinli hammasidan bor. Eng arzon narxlarda beramiz. O'zimiz olib kelib sotilamiz. Hamma turdagi o'zimiz brend Skillmax motosalonini eng birinchi qo'ldan olishadi.
Xo'p, endi hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasiz, nomerlarni qo'yib qo'yaman. Keyin arzoni, qimmati degandan ko'ra kelib ko'ringlar. Kelib ko'rasiz. Skuterda ham farqi bo'ladi. Farqini so'rasiz. Modeliga ham farqi bor. O'xshagani bilan bu bir xil degani emas. Turi juda ham ko'pda, chunki Aha. aytganimizdagi Qo'qoni, Xitoydagi deyiladi, ziborkasi farqi bor. O'shaning Shunday uchun farqi bor. so'rasa, farqini ko'rsatib, chiroyli qilib arzon narxlarda qilib beramiz. Tushunarli. Dastavkalar aytildi, nomerlar qo'yiladi. Qo'yiladi. Qo'qon shahrida joylashgan. Xolmajon ko'p, boshqanasini oldi. Skill Max Motosalon. Hurmatli obunachilar, ichkarida mana hozir klientlar ko'p kelib qoldi. Shuning uchun videomizni yakunlatamiz. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Skill Max Motosalon do'koniga kelib xarid qilaverasizlar.